Xo'p, oldingi darsimizda biz kompaniyamiz haqidagi ma'lumotlarni to'laqonli yozib chiqib, uni bitta hujjatga jamlab olgan edik. Hop, va o'sha hujjatni ChatGPT ga misol uchun proyekt o'laroq kiritdik. Endi shu proyektni ichiga kiritilgan savollar bo'yicha mana bu joyda savol-javob qilamiz. Xo'p, san, ya'ni AI model yuklanilgan hujjatlar, ya'ni rang xotiraga asoslangan holda, yuklanilgan hujjatlarga asoslangan holda qaysi ma'lumotlarni tushunmading deb so'rayapman. Va javob beryaptiki, bu menga falon narsalarni tushunmadim deb aytyapti. Yuklanilgan hujjatlarni tahlil qildim. Umuman olganda biznes strategik yo'nalishi va AI integratsiya metodologiyasi ancha yaxshi shakllangan. Biroq AI model sifatida ayrim joylarda ma'lumot yetishmaydi yoki noaniqlik mavjud. Aynan shu nuqtalarda keyinchalik gallyutsinatsiya yoki noto'g'ri tavsiyalar xavfi oshadi. AI model qachon gallyutsinatsiyaga uchraydi? Ma'lumot yetarli bo'lmasa yoki kam bo'lsa yoki savol noto'g'ri qo'yilsa, ya'ni prompt noto'g'ri bo'lsa. Xo'p. Qachon noto'g'ri tavsiya beradi? O'sha yana noto'g'ri prompt bo'lsa va yana noto'g'ri ma'lumotlar kiritilsa yoki umuman ma'lumot kiritilmasa, noto'g'ri tavsiyalarning xavfi oshadi. Hop. Birinchi navbatdagi eng katta bo'shliq bu biznes raqamlari. Hujjatda oylik aylanma, yillik aylanmalar ko'rsatilmagan. Lidlarning soni, o'rtacha cheklar ko'rsatilmagan. Hop. Shu sababli ROI'ni hisoblolmaydi, AI integratsiyasining iqtisodiy samarasini baholay olmaydi, qaysi xizmat ustuvorligini aniqlay olmaydi. Mana, demak, hozir men yuklagan ma'lumotda hujjat ichida shu narsalar yo'qligi AI ga yoqmayotgan ekan. Ya'ni shu narsalarni menga kirgiz, men yana ham yaxshiroq ishlaydigan yozuvni chiqazyapti. Mana bu promptimizdan keyin. Xo'p, davom etamiz. Ikkinchi navbatda savdo jarayoni deyarli ochilmagan. Men bilmayman, lead kelgandan keyin nima bo'ladi? CRM ishlatiladimi? Necha bosqichli savdo bo'ladi? Savdoni kim yopadi? O'rtacha savdo sikli necha kun bo'ladi? Shularni bilmayman deb aytyapti. Agarda AI model buni ham yaxshi bilsa, bizga javob berishi yanada yaxshilashadi. Balki savdo jarayonini yaxshilashlik uchun samarali metodlarni ishlab chiqib beradi. Hop, buni ham kiritib chiqamiz. AI agenti mahsuloti haqida ma'lumot yetarli emas. Ya'ni menda sotuvda AI agentlarim bor. Shu haqida ma'lumot bermaganman. Sizni eng ko'p sotilgan mahsulotingiz AI agent deb ko'rsatilgan. Main nomli manbada, hujjatda deb aytyapti. Lekin men bilmayman, HR agent aynan nima qiladi, texnologiyasi nima, ya'ni qaysi texnologiya asosida ishlaydi? NATM yoki Hermesmi yoki Cloud'dami, qaysida ishlaydi? Qanaqa natija beradi? Narxi qanaqa? Mijozga qanday KPI va'da qilinadi? Ya'ni qanaqa qiymat, qanaqa foyda va'da qilinadi deb so'rayapti. Bu mahsulot katalogi yo'q. Ya'ni shuni ham to'ldirib chiqishim kerak. Hozir tushunyapsizlar, men o'zimni biznesimni bir hujjatlashtirdim. Endi shu bo'yicha AI bilan gaplashyapman. Marketing qismi deyarli bo'sh. Marketing bo'limining katta qismi ochiq qoldirilgan. Men bilmayman, Telegram auditoriyasining soni, Instagram statistikasi, YouTube'lari falon. Natijada AI marketing strategiyasini to'liq tuzib bo'lmaydi deb aytyapti. Va shu haqidagi ma'lumotlarni ham men yuklashim kerak. Knowledge base hali mavjud emas. Hujjatda SOP, reglament, falon ro'yxati berilgan, lekin real hujjatlar yo'q. Va buni ham men o'zim rezervatsiya qilishim kerak AI bilan yordamida. AI uchun eng muhim qism aynan shu. Chunki u kompaniya haqida emas, kompaniya qanday ishlash haqida bilishi kerak. Jarayonlar xaritasi yetarlicha chuqur emas. Masalan, lead generation, ya'ni nimadan keyin nima bo'lishligi yetarlicha chuqur emas. Lead kelgandan keyin
lid qayerdan keladi, kim qabul qiladi, qanaqa saralanadi, qanaqa yopiladi, sales support falonlar ham mavjud emas deb aytyapti. Raqobatchilar haqida hech qanday narsa yo'q. Men bilmayman, O'zbekistondagi asosiy AI konsalting kompaniyalari kim? Sizni USP'ingiz nima? Nima uchun mijoz sizni tanlaydi? Bu strategik darajadagi katta bo'shliq. Demak, ma'lumotni ichiga, hujjat ichiga raqobatchilarimizni ham kiritib o'tishimiz kerak ekan. Hop, narxlar arxitekturasi yo'q. Trening narxi qancha, agent narxi qancha, konsalting narxi qancha, paketlar. Natijada AI sotuv assistenti yaratishda muammo bo'ladi. Case study bazasi yo'q. Sizni B2B auditoriyangiz case va natijalarini ko'rgach xarid qiladi. Ya'ni odatda meni klientlarim case va natijalarni ko'rgandan keyin xarid qiladi deb men hujjat ichiga yozganman. Lekin hujjatda case yo'q. Success story, ya'ni muvaffaqiyatli yopilgan proyektlarni ko'rsatmaganman. Natijalar mavjud emas. Bu sotuv uchun kritik ma'lumot. Hop, founder bilimlari hujjatlashtirilmagan. Eng katta xavf aynan shu. Hozirgi hujjatda biznes model bor, metodologiya bor, ammo hurmatli professor boshidagi bilimlarini 90% hali yozilmagan. Ya'ni meni bilimlarimni 90% bu joyga yozilmagan. Masalan, AI auditni qanday qilasiz? Mana shu ham juda ham zo'r savol. Men o'zimga nisbatan mijozlarni qanday segmentlaysiz? Prompt arxitekturasini qanday baholaysiz? Qaysi frameworklardan foydalanasiz? Qaror logikangiz qanday? Bular hali knowledge base'ga tushmagan. Ya'ni men bu narsalar meni miyamda bor, mavjud, lekin buni hali hujjatga tushirmaganman. Bunga ham xatolik o'laroq qarayapti. Xulosa, agar men hozirgi rag asosida ishlasam, kompaniyangizni taxminan 40-50% darajada tushunaman. Eng yaxshi tushunadigan qismlar missiya, vision, biznes model, maqsadli auditoriya, AI integratsiya metodologiyasi. Eng yomon tushunadigan qismlari bo'lsa, real operatsion jarayonlar, savdo mexanikasi, marketing metrikalari, mahsulot tafsilotlari, SOP va knowledge base'lar, founder ekspertizasi kabi narsalarni umuman tushunmas ekan. Hop. Endi agar maqsad ChatGPT proyekt yoki Cloud project ichida kompaniyangizni AI operatsion sistemasini yaratish bo'lsa, men birinchi navbatda aynan shu 6 ta bo'shliqni to'ldirishni tavsiya qilaman. Shunda model kompaniyani 80-90% aniqlikda tushunadigan darajadagi yetadi. Endi men hozir shu mana shu imkon qadar 10 tala case'ni to'ldirib chiqishlikka hozir harakat qilamiz. Hop, keyingi qadamlarda men yana prompt yozyapmanki, hozir birgalikda sen bilan yetishmayotgan hujjatlarni to'ldiramiz deyapman. Eng katta bo'shliq biznes raqamlari. Shu birinchi raqamli hujjatda ma'lumotlar yo'qligi sababli bu biznes endi boshlanmoqda. Ya'ni biznes raqamlari yo'qligini sababi bu biznes endi boshlanyapti. O'shanga mana bu joyda aniq sonlar yo'q. Oylik aylanma, yillik aylanma, mijozlar soni, bular hammasi 0. Shu sababdan ham oylik, yillik foiz mavjud emas deb yozib qo'ydim. Xo'p. Endi qaranglar, mana shu yerda bir ajoyib nuqtaga e'tibor qarataman. Proyektni ichidagi yozishmamiz hozir ketyapti. Bu proyektni ichidagi yozishmamizda aytamizdagi bu biznes endi boshlanyapti. Shu sababdan ham hech qanaqangi ma'lumot yo'q, mavjud emas deyapmiz. Shuni shu yerda yozib qo'yishlik kifoyami degan savol. Ya'ni manbaga qo'shish shartmi yoki shu yerda turaversa o'zi topib oladimi model degan savol.
Bu savolga hozir pastda javob o'zim berib o'tib ketaman. Savdo jarayoni deyarli ochilmagan. Hozirda savdo jarayoni endilikda ishlab chiqilmoqda. Shu savdo jarayonlarini ishlab chiqishlik uchun variantlar bor. Uni shu yerda qoldiraman. Ishlab chiqilgan savdo jarayonlarini shu yerda qoldirganim yaxshimi yoki hujjatga biriktirganimmi? Ya'ni menda ABC variantlar bor savdo jarayoni ketma-ketligi uchun. Uni mana shu proyektni o'zida yozganim yaxshimi yoki bu ham tepada aytgandek hujjat ichiga biriktirganim yaxshimi degan savol. AI agent mahsulot haqida ma'lumot yetarli emas. Ya'ni agentni haqidagi ma'lumotlar shu joyda yozma shaklda qoldirganim yaxshimi yo hujjat ichiga kirgizganimmi deyapman. Ya'ni uni narxi, nima ishlar qilib berishligini shu yerda yozsam keyinchalik menga shu yerdan topib olib kelib berganing qulayroqmi yoki hujjatdanmi? Hop, 3 dan 10 gacha bo'lgan punktlarni keyingi chatada birgalikda javob ishlab chiqamiz deganman. Ya'ni buni o'zidan so'rayapman hozir. Bu qanaqa javob beradi ko'ramiz. Sizni vaziyatingizda men quyidagi prinsip bilan tavsiya qilaman. Hop, men uchun eng yaxshi variant yakuniy versiyalarni hujjat ichiga kiritish. Ya'ni tepadagi agent haqidagi ma'lumotlarni yoki savdo jarayoni haqidagi ma'lumotlarni, variantlarni va biznes raqamlari haqidagi ma'lumotlarni hujjat ichiga kiritganim yaxshiroq AI model uchun. Muhokama, brainstorming variantlar va qarorlar esa chatda qolishi mumkin. Ya'ni aniq ma'lumotlar hujjat ichiga yuklansin, muhokama, savol-javoblar, variantlar chat ichida qolishi mumkin. Nega deyilsa, AI proyekt ichida eng katta kuch bu strukturalashgan bilim bazasi. Strukturalashgan bilim bazasi agar ma'lumot faqat chatlarda tarqab yotsa, bir qismi chatda, bir qismi boshqa chatda va bir qismi eski suhbatlarda qolib ketadi. Natijada Claude ham, GPT ham, notebooklar ham uchalasi ham ma'lumotlarni qidirishga majbur bo'ladi. Bu esa kontekst sifatini pasaytiradi. Ya'ni AI model gallyutsinatsiyaga kelishligiga sabab bo'ladi. Noto'g'ri javob berishligiga eng asosiy sabablardan bittasi shu. Hop, savdo jarayoni bo'yicha men quyidagilarni tavsiya qilaman debdi. Birinchi bosqichda chatda ishlaymiz. Masalan, falon variantlarni ishlab chiqamiz, bahslashamiz, keyin optimallashtiramiz o'zaro. Buni men AI model bilan birgalikda qilaman. Ya'ni menga yoqqanini baribir o'zim tanlab qo'yaman. Ikkinchi bosqich eng yaxshi variant tanlanib, o'shani hujjat ichiga qo'shaman. Xo'p. Uchinchi bosqichda tanlangan versiya, misol uchun sotuv voronkasi va konversiya mexanikasini hujjat ichiga qo'shib, yagona haqiqatga aylanadi deb yozib qo'yiladi. Hop, AI agent mahsulotlari bo'yicha bu joyda hujjatlarni joylashtirishlik yanada muhimroq. Ya'ni AI agent mahsulotlari bo'yicha bu bizani kompaniyamizni ichidagi mahsulotlar, sotiladigan narsalar haqida ma'lumot. Siz asosiy mahsulotingiz aynan AI agentlar deb aytyapti. Buni tushunyapti AI model. Men kelajakda sotuv skriptini yarataman, takliflarni yozaman, landing page yarataman, AI konsultant quraman, AI sales assistant quraman deb aytyapti. Bular barchasi mahsulot kartalariga tayanadi. Shuning uchun tavsiya etilgan struktura har bir agent uchun alohida karta, ya'ni har bir mahsulot uchun alohida karta bo'lsin. Misol uchun HR AI agent deb nomlangan agent uchun karta. Uni maqsadi, kim uchunligi, qaysi muammoni hal qiladi, asosiy funksiyalari, KPI falon narsalarni men to'ldirib chiqishim kerak.
va xuddi shu kabi agarda sizlarda ham o'sha tovar yoki usluga bo'ladigan bo'lsa, shunga o'xshash bir kartochka qilib chiqish kerak. Keyin shu hujjat o'sha asosiy hujjatni ichiga yana biriktiriladi, joylanadi. Hozircha biznes yangi bo'lganligi uchun hech qanaqangi tushumli yo'q. Bu normal holat. Lekin bu aytyaptiki, bunaqa holatda men ularni bo'sh qoldirmagan bo'lardim. Masalan, deyapti, oylik aylanma $0, oylik foyda 0, mijozdan son 0 deb yozib qo'ying, vaqtinchalik bo'lsa ham deb aytyapti. Shunda keyinchalik noto'g'ri xulosa qilmaydi, deyapti. Men uchun ideal arxitektura: chatlar, muhokama, qaror qabul qilish, hujjatga kiritish va knowledge base AI system. Ya'ni chat bu ustaxona, hujjat rasmiy haqiqat. Agar 3-10 bandlarni keyingi suhbatda birgalikda ishlab chiqsak, har bir bo'lim yakunlangach, uni hujjatning yaxshi. Xullas, hozir bu yana birgalikda shu nimadan boshlaymiz. Birinchisidan eng katta boshliq biznesdagi raqamlar. Shularni hozir proyektni ichidagi nimadan topib to'g'irlab chiqamiz. Hop, mana shu joyda hozir nechinchi modul deydi ya? Hozir bu aytyaptiki, eng katta bo'shliq deyapti. Hujjatda oylik aylanma yo'qligi deyapti. Hop, buni oylik aylanmadan topib ko'ramiz.